bitta kachinglarni, bitta qiynalgan insonni borib o'rganib sharoitini. Haqiqatda qiynalgan bo'lsa beramiz. Do'stim, hozir videoda ko'rib o'tirib yomon ta'sir qilib ketdi-da bitta narsa. Nima bo'ldi? Maza qilib uchib o'tiribmiz-da. Bizni ham qurbimiz yetadi-da, mana shunchalik ishlab turibmiz. Mayli issiqdir. Issiqda maza qilib uchayapmiz o'zimiz ham-da. Yomon ta'sir qildi-da. Nimagaki bu narsani kachinglarni kimdir qurbi yetadi, kimdir yetmaydi-da, orzu qilib o'tib ketayotgan insonlar bor-da. Keyin onasini aytdim, shunga bitta kachinglardan bonus qilib yuboraylik, bitta ehson qilib yuboraylik. Obunachilarimizga deysanmi? Obunachilar. Qiziq emas. 40 million O'zbekistonda aholisi bo'lsa, bizni maksimalni podeshka qilib, like bosib yuborsa bir ko'pchilik Qancha like deysan do'stim? Bir 50 ming like bosilsa, tarqatib olsa bo'ladi. 50 ming like bosadi deb o'ylaysanmi? Odamlar. Bizni O'zbekistonda insonlar bilan hazillashmasin. Mehribon. Hech mahal qiynalgan inson men qiynalganman, menga kachinglar kerak deb murojaat qilmaydi. Azizlar, bizga murojaat qilinglar. Telefonimizga aloqaga chiqib, telefon nomerlarini qoldirib qo'yamiz. Aligar Darvoza nomidan bitta kachinglarni, bitta qiynalgan insonni borib o'rganib sharoitini. Haqiqatda qiynalgan bo'lsa beramiz. Inshaalloh. Poddeshkada bo'linglar.